Ha, Dinamo katta foizlarda favorit bugungi uchrashuvda. Mana himoyada yo'l qo'yilgan xato, o'zaro tushunmovchilik ro'y berdi. Keyin rikoshet Friday o'z vaqtida zarba kutishganda raqiblar undan pas berdi. Rahmadov esa gol urishni uddalamoqda. U Lochin darvozasini o'ng qanotga Hoji Mirzayev to'pni qabul qilyapti. Rahmadov 2-0. O'tkazdi Hoji Mirzayev baribir pasini. Ofsayd yo'q, ko'rishimiz mumkin. Aniq o'ynadi bu yerda Rahmadov ham, Hoji Mirzayev ham. Himoyachi ulgurmadi. Rahmadovni yopish. Xo'jalo Xo'jayevning pasi, darvozabon o'qidi. Raqib harakatini to'pga chiqib kelib egallab olmoqda. Friday yana bir pas 3-0. Endi emotsiya bersam bo'ladi. Chiroyli gollar, kombinatsion gollar, ammo raqib bir kishi kam. Birinchi liga jamoasi va Dinamo juda ham osonlik bilan gollar uryapti. Ham o'xshash Lochinning. Qodirqulov o'ng qanotga, Ratinho va Rahmadov. Hat-trick. Aytgandim, 2-0 ligida hali hammasi emas deb. Ishoning, bu ham hali hammasi emas.